Damin olgin. Shuning uchun xamir yo'yaman, bir marta ham psixikam joyiga tushganini bilmadim deb yozib turay. Nahotki Xolajon, zato siz xamir yoyganingiz bilan mastopatiya bo'lmayapsiz. Ko'kraklaringiz ham joyda deb atvet qaytardim. Uyda o'tirib olgan kelishkalar ham, nozik kelinchaklar ham yoshadi. Uyda uy sharoitida ko'rsatib bering. Nima mashq qilsammikin, ko'kragimni kattalashtirsammikin, gel qo'ysammikin, nasl qo'ydirib olsammikin deyshadi. Uy sharoitida narsa o'rgataman, faqat yana damin olgin deb yozib yormaylar. Uy sharoitida aytaymi nimaga ko'kragingiz kichkina bo'lib ketyapti? Chunki mana shu qo'lda ishlatmayapsizlar, mana shu joyida ishlamayapti. Shuning uchun mastopatiya ko'tarilyapti. Rak, kistalik ko'payyapti. Ko'kragingiz kichkina bo'lib birishib ketyapti pastga qarab. Mana shu qo'lda va mana mamutlarda qayrilayotgan joyingizda imенно shu tochkada ko'kragiga kelgan yo'g'on tomir bor. Shuni ishlashimiz kerak. Shu ishlamaganligi sababli ko'krak pastga qarab yoki yoyilib yoki birishib ketyapti. Uning uchun nima qilish kerak? Xamir yoyish kerak. Kirlarni qo'lda yuvish kerak. Hech bo'lmasa kichkina farzandlarning kirini yarim soatgina hamma kirini yeb qo'yib, yarim soat kun ora qo'lda yuvish kerak. Qo'lni mana ishlash kerak. Birinchidan psixika yaxshilashadi. Ikkinchidan ko'krak chiroylilashadi. Uchinchidan kayfiyat ko'tariladi. Ochiq oydin ko'rsatib bermaydigan mashqlarimiz bor. Uyalamiz, nima qilaylik? Shuning uchun onlayn darsda, offlayn darsda ko'rsatamiz va qo'shimcha vitaminlar aytamiz. Ularni ichish kerak bo'ladi. Semizlar ozdiradigan, ozg'inlar semiztiradigan. Nima vitaminlar deysizmi? Bu hammasi quvvat manbai yoki ishtahani bo'g'adigan yoki nimadir insulinni gormonni tushiradigan vitaminlar emas. Hammasi Muhammad sallallohu alayhi va sallam buyurgan tabiiy yerdan o'sib chiqqan mahsulotlar. Endi yana boydagi anqayib qarab o'tirmang, seksualniy dugonalaringizni menga o'xshab qitmir bo'lib jo'natib yuboringlar.